Soliq kodeksining 445-moddasiga muvofiq qishloq xo'jaligi yerlarini sug'orish va baliqlarni yetishtirish uchun foydalaniladigan suv hajmi, shu jumladan dehqon xo'jaliklari va qishloq xo'jaligi yerlariga ega bo'lgan jismoniy shaxslar uchun 2026-yilda suv soliq stavkasi 1 kub metr yer usti va yer osti suv resurslari manbalari uchun 107 so'm miqdorida belgilandi. Soliq kodeksiga muvofiq sug'orishda suv tejaydigan texnologiyalar joriy qilinganda va suv o'lchash uskunalaridan foydalanilganda belgilangan soliq stavkasiga nisbatan 0,5 kamaytiruvchi koeffitsient qo'llaniladi. Ya'ni 110 so'm o'rniga 1 kub metr suv uchun soliq to'lovchilar 53,5 so'm to'lashga haqli. Sug'orishda suv tejaydigan texnologiyalar joriy qilinganda yoki suv o'lchash uskunalaridan foydalanilganda belgilangan soliq stavkasiga nisbatan 0,7 kamaytiruvchi koeffitsient qo'llaniladi. Suvni tejaydigan sug'orish texnologiyalari joriy qilinmaganda hamda sug'orish uchun olingan suv hajmi suv o'lchash uskunalari asosida aniqlanmaganda esa 1,1 oshiruvchi koeffitsient qo'llaniladi. Ya'ni 1 kub metr suv uchun 107 so'm emas, 117,7 so'm miqdorida soliq to'lanadi. Ma'lumot o'rnida aytish kerakki, 2025-yilda Surxondaryo viloyatidagi 231 ta xo'jalik yurituvchi subyektga suvni tejaydigan sug'orish texnologiyalarini joriy qilgani hamda suv o'lchash uskunalaridan foydalanganligi uchun kamaytiruvchi koeffitsiyentlar qo'llanishi natijasida 1 milliard 584 million so'm miqdoridagi mablag' ushbu xo'jalik yurituvchi subyektlar ixtiyorida qoldi. Shuningdek, Soliq kodeksining 428-moddasiga muvofiq suvni tejaydigan tomchilatib, yomg'irlatib, diskret va boshqa sug'orish texnologiyalari joriy etilgan yerlar suvni tejaydigan sug'orish texnologiyalari joriy etilgan oyning boshidan e'tiboran 5 yil muddatda yuridik shaxslardan olinadigan yer solig'idan ozod etiladi. Ushbu imtiyoz suvdan foydalanish va suv iste'mol sohasidagi vakolatli organning xulosasi asosida beriladi.